Men Mamatov Otabek, Abduvahhab o'g'li, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashayman. TH Agrotexnika kompaniyasida ham payvandlovchi, ham sayqallovchi, ham mutaxassis sifatida ish olib boraman. Hozir bu yerda yarim tayyor holatda kelgan profillarimiz, temirlarimizni bir-biriga payvandlagan holatda texnikalarimizga kerakli bo'lgan detallarni yasamoqdamiz. Bu yoqda payvandlash ishlari olib borilmoqda. Bu payvandlash ishlari olib borilgandan keyin sayqallashdan keyin bo'yoqxonaga kirib, tayyor holatda o'zimizga kerakli texnikalar, mana shu fermer klasterlarimizga kerakli texnikalarni barchasini yig'ib, fermer klasterlarimizga topshiramiz. Bu texnikalarimizni ham уже respublika bo'yicha tarqatishni boshladik, yig'ib. Asosiy qulayliklari, alohida texnikalar bajaradigan vazifalarni bitta joyga jamlangan. Ya'ni ekinlar yig'ishtirilgandan keyin yerga asosiy ishlovni berish, keyingi ekinga tayyorlashni, misol uchun disk отдельно tortilsa, baran отдельно tortilsa, mola отдельно texnikalardan qutulgan holatda hammasini bitta joyga jamlangan. Ya'ni bu texnikamiz bitta funksiyada ham yerni ishlov berib, tuproqlarni maydalab, ham kesaklarni maydalab, ham malla bosib, ham urvinga qo'yib, tekisli bir xususiyatlariga ega.